Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 25-aprel 2025-yil. Barchangizga boshlagan kuningiz xayrli, barakatli bo'lsin do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Musofirda yurgan do'stlarimiz ham sog'-omon yuringlar. Hamisha oltin boshingiz omon bo'lsin do'stlar. Yana Turkiyada ko'rib turibsizlar, yana shu zilzila boshlandi. 2 kundan beri Turk yurtida yurgan yurtdoshlarimiz ham hammasine sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yaratganning o'zi sizlarni o'z panohida asrasin do'stlar. Har xil balo qazolardan hammamizni Allohim o'zi panohida asrasin. Ko'rib turibsizlar, har xil tabiiy ofatlar bo'lib turibdi. Yaratganning o'zi barchamizni asrasin do'stlar. Boshlagan kuningiz hammaga xayrli, barakatli bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Aziz yurtdoshlar, men bu video murojaatimni qilishimdan maqsad, oqshom biz Jitour chiqardik, X70 Plus. 2024-yil 4000 km yurgan 300 million deb chiqardik. Qoraqalpoq Respublikasi Nukus shahridan meni oqshom kartama, o'zimning kartama 1 million so'm zaklab tashladi bir inson. Endi men to'g'risi oqshom o'z oilaviy ishlarim bilan yurgandim. Otingiz ham kim deb so'ranim yo'q, boshqa deb so'ranim yo'q. Telefon nomeri bor, lekin men 1 million zaklab tashladi. Oqshom zaklatini tashlagandan keyin do'stlar umuman telefondan yoqqani yo'q, boshqa matgani yo'q. Sababi bu mashinalarimizni Jitourimiz hozir klient yana boshqa joydan ham chiqib turibdi. Yana Zarafshondan o'zlarimiz bilan oldi berdiqlardan akamiz, og'amiz chiqib turibdi. Olaymi deb zaklat tashaldi. Shuning uchun Nukusda birat og'amiz, meni ko'rib turgan bo'lsangiz, iltimos telefoningiz yoqing, muhabir ma'lum gapini ayting. Agar olmaydigan bo'lsangiz, mabodo Jitourni olmaydigan bo'lsangiz, tortinib, chekilib o'tirmang. Men siz 1 million zaklatingizni obratlik qaytarib tashlayman. Men hech qachon hech kim zaklatini olib qolgan emasman. Shaxsan o'zim birovni zaklatini olib qolgan emasman, qaytarib beraman. Shuning uchun sizdan iltimos mashinamni boylab qo'ymang. Men hozir buni sotib bersam, keyin siz kechda obeddan keyin kelsangiz, men zaklat tashladim, savdoda unday bo'lmaydi deb pretenziya qilishingiz mumkindan. Shuning uchun sizdan iltimos shu narsani videomni ko'rib turgan bo'lsangiz, telefoningiz yaqin yoki bo'lmasa telegramimiz ham tushib bo'lmay turibdi. Telegramimiz ham o'chib turibdi. Telefoningiz yaqin, olishingiz ma'lumini ayting. Oladigan bo'lsangiz mashinani qo'yib o'tiramiz, sizniki bo'ladi. Yo'q bo'lsa, ana zaklatingizni obratni qaytib tashlab beraman. Xalasangiz kartangizga. Endi 1 million so'm uchun Nukusdan berak yemasangiz kerak. Kelsangiz naqd pul berib beraman, farqi yo'q. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, zaklat tashlash bo'yicha sizlar yana bir marta tushuncha berib o'tishdi. O'zimga joiz deb topdim. Yana masalan 1 million so'm zaklat tashladingizlarmi? Zaklat tashlagandan keyin avtomobilni sizlar olgan hisoblanasizlar. Men u kishiga savol berdim. Siz dedim, olasizmi mashinani dedim. Keyin u ham menga savol berdi, obratni. Mashina rodno yurgan ham halol, hammasi halol aytdim. Esa oldim dedi. Demak, oldim degandan keyin zaklat tashalgandan keyin olingan hisoblanadi u. Olingan hisoblanadi. Olgandan keyin telefonni yoqib qo'yish kerak. Yo'q, men so'raydigan narsalarim bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, chet ellarda o'tirib, masalan Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Angliyadan, boshqa joylardan ham o'tirib bizlarga zaklat tashiydilar avtomobillar uchun. Zaklat tashaldimi, demak olingan hisoblanadi. Sen buni zannet qilding o'sha. Olinadi. Shuning uchun zaklat tashlagandan keyin sizlardan iltimos telefonlaringizni yoqib qo'yinglar, aloqada bo'lib turinglar. Agar kim kelib qolsa ustasini ko'rsatsin, boshqa etsin. Lekin yana bir yer bor. Zaklat tashalgandan keyin, masalan, kelasizlar, kelgandan keyin ustaga ko'rsatasizlar mashinani. Men aytgandek bo'lmasa, men rodnoy desam yoki bo'lmasa probeg qaytmagan desam, kraska chiqsa yoki bo'lmasa probeg qaytgan bo'lsa, unda обязательно pullaringiz qaytib beriladi. Shunday sabab ko'pchilik egalardan keladi, ko'pchiligi boshqa bo'ladi. Shu narsalarni faqat to'g'ri shu narsadan umidamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Boshlagan kuningiz yana bir marta xayrli, barakatli bo'lsin do'stlar. Sog'-omon bo'linglar. Hamma ishlarga omad. Barchamizni yaratganning o'zi o'z panohida asrasin do'stlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.